камеры снимает. Yaxshi o'zgarishiga tavsiyani shakllanishi. Bu Real holatmi? yoshlik davridagi o'tkazilgan har bir kasallik taz agar zo'r bo'lsa-chi, taz tug'ilishi nizomini o'smaslik toz bo'lyaptimi, mutaxassisning yaxshisi yomoni bo'ladi. Aytganingizdek, display to'g'ri savol berish tonus deb o'ylaydi. Dumba sohasi, son sohasidagi chiziqli bir chiqib ketadi. Shamolatlarda gaymarik vujudlarga mana shu salomatlik keladi. Birinchi shotda ham o'z ta'zirini tekshiraman. Nima? Shunda aplaziya, gipoplaziya, tiroiditis, avitaminot, sifrovoy rentgenlar juda ham ko'p любой klinikada qo'shimcha bo'ladi. Bular nasib qilsinki, besplatniy klinika. Bizda bor. Ota-ona nimalar qilish kerak? Bugun Qilishlari kerak. Вот так. Может, kislorodga chiq, displaziyaga rahmat sizga. O'zim mazza qildim. Displaziya kasallikmi yoki bir holatmi? Nичего такого. Rahmat, vaqtingizni ajratib kelganingiz